Omadini ovlar merganim, g'ururlanib ko'ksim kerganim. O'zimni Xudo berganim, akalarning zo'risiz akam. El biladi toza zotimiz, eshitsalar tanir otimiz. Ota-onam biz qanotimiz, akalarning zo'risiz akam. Duo qilay omadga to'ling, baxtimizga shod xurram yuring. Ilohim sog' omon bo'ling, akalarning zo'risiz akam. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Arziqulov Baxtiyor akamizni Rossiya o'lkalarida yashab ishlab kelayotgan Mehri daryo go'zal singiljoni Nargizaxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Arziqulov Baxtiyor akamiz kerak edilar. Biz bo'lamizda. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Yarim oqshommi? Bizga qo'ng'iroq qilgan yaqinlaringiz ayni soat tunda 12 da tabriklab berishimizni so'raganlar. Birozgina vaqtingizni olsak maylimi? Mumkin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Qolaversa bugun Qurbon hayiti go'zal ayyom bilan ham chin dildan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barcha yaqinlaringiz har doim mana shunday go'zal kunlarda yoningizda bo'lsin. Rahmat, katta rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun shukrona kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Toshkentda bo'lsa, bir farzandi Toshkentda student, balki o'shadir, balki musofirdagi bir yaqinlarimdir. Biz Toshkent shahridan bo'lganimiz bilan butun yer yuzidagi jamiki mehribonlarni, yaqinlarni, do'stlarni, qarindosh urug'larni bir-birini tabriklarini yetkazib beramiz. Tushundim. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bir yaqinlarim bo'lsa kerak. O'zim yordam beraymi? Keling, to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, jonkuyarlaringiz, kuyovingiz Nabijon akamiz, jiyanlaringiz Dilshodbek, Umidaxon va eng asosiy tabriklarni yo'llagan Rossiya o'lkalarida yashab ishlab kelayotgan Mehri daryo, jannatingiz guli bo'lgan go'zal singlingiz Nargizaxon tabriklamoqdalar. Singiljonim, katta rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Juda ham xursandman. Kutmadingiz shunaqa tabrikni? Endi kutilmagan tashrif bo'ldi. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun yo'llangan. Mayli, mumkin. Suyanchig'im tog'dek tirgaksiz. Har bir ishda ibrat o'rnaksiz. Menga juda keraksiz. Sizni yaxshi ko'raman aka. Mingta do'stim o'rningiz bosolmas. Sizsiz yurak taskin topolmas. Siz bor menga g'amlar yetolmas. Sizni yaxshi ko'raman aka. Jon desangiz jonim beraman. Chorlasangiz uchib boraman. Jon jigaringiz singliz bo'laman. Sizni yaxshi ko'raman aka. Assalomu alaykum Mehri daryo mehribonim, qadrli qadrdonim, jon jigarim akajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq,
tani joningiz sog' omon bo'lsin. Allohim mana shu aziz joningizni omonda asrasin. Oilamizning boshi bo'lib yuring. Biz opa-singillaringiz uchun har doim jonkuyar aka bo'ldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdek akam borligidan Tangriga shukronalar aytaman. Siz bizning yelkadoshimiz, sirdoshimiz, suyanchig'imizsiz. Ilohim farzandlaringiz, yaqinlaringiz bizning baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Yomon ko'zlardan Allohim o'zi asrasin. Dunyo turguncha turing. Barcha mehribonlaringizning to'ylarida bosh bo'ling. Oilangizni rohatlarda, baxtlarini baxtlilar qatorida ko'rib yurish nasib etsin. Ilohim umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Allohim o'z baytiga qayta va qayta borguvchilar safida qilsin. Kelinoyim bilan qo'sha qaring. Barcha ezgu niyatlaringizga Allohim tilaganingizdan-da ortiqroq holda yetishtirsin. Alloh sizni saxiylar, saxovatpeshalar qatorida qilib turguvchi qilib siylasin. Akajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'ksim to'la armon eriydi. Quchog'imga bosganda mahkam. Sizdek axir kim g'amim yeydi? Menga sirdosh jigarim akam. Dunyo shin qo'ying bir chetga. To'lmas sira shundayin bir kam. Bugun borlar bo'lmas ertaga. Dardlashaylik sirdoshim akam. Siz bor shukur borligingiz uchun. Hol so'raysiz tinmayin birdam. Men g'amlarga botayin nechun? Siz yonimda darmonim akam deya go'zal singil joningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Singlingizga va yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat, avvalambor sizlarga ham katta rahmat. Nima deymiz, endi barcha yaqinlarim, singillarim, akalarim, barcha yaqinlarimga ezgu tilaklar uchun, e'tibor uchun kattaga rahmat deyman. Mana shunday ro'za, mana shunday hayit kunlari yo'qlabdi. Alloh ularni o'zlari siylasin. Topganlarni yaxshi kunlariga, mana musofirda yurgan ekan, shu kuyovim, jiyanlarim, singillarim, barcha yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Allohim shu topganlar yaxshi kunlarga bersin. Bizni yo'qlaganlarni xudo suysin. Shu sog' salomat bag'rimizga kelib, shu nima deyishdimi? Xursandchilikdan bir-birimizdan kam qilmasin Allohim. Sizlarning ham ishlaringizga omad. Ishlaringiz bardavom bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin barcha yaqinlarim. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr-oqibat hech qachon yo'qolmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, hamyurtlarimizni, oila a'zolarimizni ham Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga eson-omon yorug' yuzlar bilan sog' salomatlikda qaytib kelishlik barchasiga nasib etsin. Salomat bo'ling. Hayit ayyomlarini va go'zal tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.